Assalomu alaykum, sizlar bilan Yasin. Mobillik Insta'dagi barcha geroylarni ko'rib chiqamiz birinchi kun. Bugun sizlar bilan Kimmi geroni ko'rib chiqamiz. Kimmida otish uchun jo'stiga shu tarafga tortish kerak. Shu tarafga qaratib, to'xtovsiz o'qitadi, tortgan tarafingizga qaratib, to'xtovsiz o'qitadi. Kimmining birinchi skilli bu dushman yonida dumaloq ko'rsatilgan territoriyada dushman bo'lsa, unga ozgina urib beradi. Bundan stoyankalardan ham oshib o'tishda foydalanish mumkin. Kimning ikkinchi skilli bu kontrol. Dushmanga tekkansangiz kontrolga tushadi dushman. Kimning ultasi uni yonga bermoqchi bo'lsangiz, uzoqqa bermoqchi bo'lsangiz ham yaxshi ishlaydi. Cho'zib tursangiz uzoqga ham otiladi. Agar shu yerda dushmanlar ko'p bo'lsa, hammasini bir joyga to'plab beradi ultasi. Kimmidagi energiya bor. Uni otsangiz dushmanga o'qlar tekkizsangiz, testosteron berishni boshlaydi. Tegda qizil to'lishni boshlaydi. Dushmanga o'q tekkizsangiz mana shu poltrondan chiqarib, yilga yoqadi. Keyingi gero qaysizligini kommentariyada yozib qo'ying.